Izboskan tumani axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Buyuk yozuvchi Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo kitobini o'qishga tavsiya etamiz. Dostoyevskiy murakkab va ziddiyatli buyuk yozuvchidir. U hamisha o'z asarlarida shaxs va uning barkamolligi haqida bo'lgan savollarni o'rtaga tashlaydi hamda yechishga harakat qiladi. 1866-88 yillar davomida birin-ketin Jinoyat va jazo, O'smir, Telba, aka-uka Karamazovlar va boshqa katta romanlarni yuzaga keltiradi. Buyuk yozuvchi Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo romani jahon adabiyotining mumtoz namunalaridan biridir. Kambag'allik ayb emas, biroq yo'qchilik illat. Birinchisida inson tug'ma olijanob fazilatlarni saqlab qola oladi, ammo yo'qchilikda ularni hech qachon va hech kim saqlab qola olmaydi. Asar qahramonlaridan biri bosh qahramonga bu gapni hayotiy misollar asosida izohlab beradi. Universitetning sobiq talabasi bo'lgan Rodion Raskolnikov bu gapdan tegishli xulosa chiqarib olmaydi. Natijada yo'qchilikdan qutulish, tezda boyib ketish va yuksak mavqega ega bo'lish maqsadida aql bovar qilmaydigan jinoyat sodir qiladi. Fojiali jihati, qahramon o'z jinoyatini oqlaydi, biroq hayot qonunlari adolatli jinoyatni jazosiz qolishiga imkon bermaydi. Asarda bu mudhish qotillikning uzluksiz uqubatlari bilan birga go'zal muhabbat tasviri ham borki, u kitobxonni befarq qoldirmaydi. Asarning asosiy qahramonlari mutolaa yakuniga qadar o'quvchining diqqat markazida turadi. Asarning yozilganiga 150 yildan oshgan bo'lsa ham, undagi qalbni poklashga bo'lgan da'vat, tuyg'ularni e'zozlash, har qanday sharoitda ham o'zligini yo'qotmasdan yashash kerakligi haqidagi fikrlar kitobni o'qigan har bir o'quvchi uchun yangilik bo'lib qolaveradi. Asarni o'qigan har bir avlod buni yana bir bor yurakdan chuqur his etadi. Qadrli kitobxonlar, Izboskan tuman axborot kutubxona markazidan ushbu kitoblarni olib o'qishga tavsiya etamiz.